Assalomu alaykum tug'andar. Жылқы базардабыз. Kecha kommentariyga biri жылқы bozorda tartmadingmi deganiga. Жылқы bozorga kirdik, жылқы azroq ekan bugun. Число bugun 11-aprel, kunga bo'lsa subota, biz Jalolobod oblasi Manos shahrinдағы жылқы bozorda tartamiz hozir. Bismillah deb bir chekadan boshlaydi. Qulun var belirdi tartaydi. 180 ming so'm kemi var deydi. Birinchi tug'ish dedingiz, ikkinchi dedingiz. Ikkinchi dedingiz, balasi erkak ekan. Balasi erkak ekan. Qancha kun bo'ldi tug'ganda? Kecha muzaq geçti. Kishnaga ekanda. Bugun 2 kun bo'ldi. Maşallah. Qayerda bo'ladi жылқы? Жылқы qayerda bo'ladi? Bozorda bo'ladi, sotiladi. 190 ming kemi var deydi. Balasi 3-chi balasi erkak. Balasi chiroyli ekan, maşallah buni da. To'g'ri bo'lsa kerak a. Men de şaka yapar. 180 ming deydi. Bala qo'yam, sen ber. Balasi erkak ekan. Ne balasi? Buni sodir ishlari qanday bo'lib qoladi aka? Sağ ekan a? Sağ deydi. Bozorga eshaklar da chiqib qoldi bugun. Qancha ekan bundan aksasi? 3 ming so'm deydi. Erkakmi? Erkak ekan. 200 dan kemi var deydi. Bunun narxının birinchi bolasi deydi. Bunun şu 5-chi bolasi deydi. Sağanga qanday bular? Ava? Nasıl sağan deydi. Narxınsı sağan emas deydi. Yuracha bo'ladi bular dile. Yuracha bo'ladi deydi. Sveti dile yaxshi ekan. Ballar erkak. Nasıl jerde qashqa bo'lib qoladi, qanday bo'ldi? Ikon kutak erkak ekan. 200 dan kemi var deydi. Ikkinchi balasi erkak ekan. Bunisi yaqin bo'z, bundaga 200 ming kemi var ekan, ha? Bunda. Buna molardan Ha. 200. Bunisi qancha? 150. Bunisi? 150 burada. Bu? 150. Ha, bo'ldi. Telefon nomerini kim beradi? Sen berasizmi? Жылқы var kerak bo'lsa, xayrli o'rat deydi. Türlü cilt var. Ova, telefon nomeri deydi. Ha, telefon nomeri. 552 66 05 75. Ne ekan? Kerak bo'lsa otlardan beri var deydi, жылқылар var deydi, taylar var deydi. Aka, xayrli o'rasizlar shu nomerlarga. 24 ga jet işte. 24 ga jet ishtayim deydi. Maşallah. Bazoringizda 160 dan deydi, qisir ekan. Mana ko'ktin berki ko'zi yo'q ekan. Otak, yaxshi. Semiz. Etga eti yaxshi ekan. Etga so'raganlarda bo'lib qoldi-da. Aytavering, men siz telefon nomerini aytib 500 milyon. Aha. 38, 37, 78. Etga so'raganlar bo'lsa, beqilam degan bo'lsa, hozir qarasindala shu akadan ekan, chalaverasizlar buni. Buni bo'ylar uzun, moshni ekan. Qarasizlar, orqasidan dala. Ustay. Yaxshi ekan bu. Maşallah. Qilsa bo'layotgan, жылқы qilsa bo'layotgan. Maşallah. 130 ming so'mdan deydi. Maşallah, qulondar. Bo'ylar uzun. Videoda qanday ko'rinib o'tadi bilmayman. Tutlar uzun, yaxshinaqay. Baytallar ekan. Maşallah. Bazoringiz bersin, ha? Nasıl 90 ming ekan? 100 ming, 110 ming. Baytallar, ha? Yoshlari? Yoshlari qanday? Qunon bardiq, ha? Ha, bunalar pishdilar deydi. Qunon deydi. Okay. Qulondar. Kelib o'xshaydi. 86 dan so'rab dedilar. Soda pishdi. Marka zaptınız mı? Gitsin mi? Ha, naka. Jas savdogarlar. Tagiz 130 dan deding, ha? Qayoqda bo'ladi bu жылқылар? No'qatda. Telefon nomeringni berasizmi? No'qat. Turib, shashmaydir-da. Otlarni bir tartib qo'yaymi? Ana. Shekadan tortaman deydi. 4 ta жылқы var ekan. Eko jetelab turibdi. Ekong do'stlarmi? Ova. Telefon nomerini ayt. 227 21 21 Oho, 21'ler terib olsun la. Молодец. Bunalarni dele yaqinroqdan ko'rsatib qo'ying. Svetleri yaxshi ekan, etleri biraz qirg'iroq. Bular qisir ekan.
Ova. Taza ot diyelim. Ha, taza otun böyleri deydi hani. Kardeş. 80 bin so'm olib turib, maşallah, sveti zo'r ekan. Qayra sotiladi deydi. Foydasi bersa, beraveradi deydi. 65 dan kami bor deydi. Erkak urg'ochi aralash deydi. Yaxshi ekan. İçinde eti yaxshilari bor ekan, bo'y uzunlari bor ekan. Aksası 70'den deydi, maşallah. Bana chiroyli ekan, zo'r ekan. Buna ko'k meniki emas, boshqa birovniki. Ha, ko'k birovniki ekan, boshqa birovniki ekan. Zo'r ekan. Ha. Erkak urg'ochi ha bular, ha? Urg'ochi. Uçasın 70 bin deydi. Erkak ekan. $90 bin deydi. Maşallah, boyları uzun. Söğütleri jon. Başına ekan. 94 nomer deydi. Maşallah, jiltiraydi, yaxshi bag'ilgan ekan, yaxshi qaralgan ekan. Aqchasi 120 bin deydi. Qirg'iz bozor degan kanal ekan. Bozor? Maşallah. Atqila turgan ekan, qarasanglar. Maşallah. Boylari dela yaxshi, chiroyi dela yaxshi, söğütleri, putlari toza o'xshaydi. Ola turgandir. Bozorda ko'r. Aka, nomeringizni berasizmi? Verim. Aytingchi? 55 bin. 15, 85, 34. Oldu. WhatsApp programı. Ha, WhatsApp programı bor deydi. Yaxshini qiladi ekan. Aka, nomerini beraverdi. Qiziqqanlar bo'lsa, chalib baylanishaverasizlar. İnşallah 90 kami bor deydi. Maşallah, Polsha 180 bin deydi. Polsha'dan kelgan ekan. Dokumentlar yo'q bo'lsa kerak. Dokumenti bormi, yo'q ekan? Dokument yo'q ekan. Var dedi uydan al beremde düşer. Maşallah. Yaxshinaqa ekan. Bozorga chiqasin aka. 200 bin deydi. Qanchasi aka bu? Jamasi. Maşallah. Söğütleri jo'un. Chiroyli ot ekan. Putlari toza o'xshaydi. Petleri de yaxshi, maşallah. Semiz men deganda. Tikamiz yaxshi bog'ilgan. 50 mingga oldim deydi, 52 mingga qassoblarga berib aytam deydi. Maşallah, eti zo'r ekanda. O'zi de yaxshi ekan. Şu Polsha bo'lib qoladi da 205 mingga yetga ketibdir bundan. Bu жақта тарта албайбыз. Көп тартырбайт экен да. Базарга жақсы чыкпайт экенин болобу, кандай болот билбейм. Тартыргысы келбейт экен. Не дейбиз, туугандар, үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, чарбаңыздарга береке. Бүгүн көбүрөөк тартайлы десек, жылкы аз экен бүгүнчү базарда.